Kiyalarda eng foydali, eng zo'r narsa, ya'ni ham propan, ham metan bemalol holatda tushadi. Bunga ham metan, ham propan holatda ustanovka qilib berdik. Eng qiziq joyi zapaska joyiga qo'yish modadan qoldi akalar. Ya'ni buni zapaska joyiga qo'yib berganimiz yo'q. Buni shunaqa joyiga qo'yib berdik, hatto o'zimiz ham topishga qiynalamiz. Hozir ko'rsatishga harakat qilaman, lekin ko'rinmasa kerak. E'tibor bergan bo'lsalaringiz, metanni to'g'ri joyiga qo'yib yubordik. Ikkita 100 talik bilan 400 km atrofida yursa, nargi propan bilan 250 km atrofida yuradi. Shunda u yoq bu yog'i bilan 700 km bemalol bu kiyamiz yuradi. Ya'ni erta qishda qanaqadir metanda muammo bo'ladigan bo'lsa, bitta knopka bilan propan bilan bemalol tirikchiligini qiladi. Akalar, bunaqa xizmatlar bo'yicha pastdagi nomerlarga telefon qilishlaringiz mumkin, lekin bitta tomoni bor. Bu mumkin emas. Agar gayiga o'zimiz javob bera olamiz desalaringiz, biz ustanovka qilib beramiz. Yo'g'i peshonadan.